Mamlakatimizda qishloq xo'jaligining yetakchi tarmoqlaridan biri hisoblangan paxtachilik sohasida navbatdagi hosil uchun muhim agrotexnik tadbirlar izchil amalga oshirilmoqda. Ayni kunlarda paxta maydonlarida parvarish ishlarini sifatli tashkil etish, hosildorlikni oshirish hamda agrotexnik talablarga qat'iy rioya etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Viloyatimizda joriy yil hosil uchun 60 ming gektar maydonga chigit ekilib, 310 ming tonna paxta xomashyosi yetishtirish hamda har gektardan o'rtacha 51,7 sentner hosil olish rejalashtirilgan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, g'o'za parvarishda agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida va sifatli amalga oshirish hosildorlikning sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Shu bois fermer va dehqon xo'jaliklari tomonidan qator oralariga ishlov berish, mineral o'g'itlar bilan oziqlantirish, sug'orish ishlarini tashkil etish hamda zararkunanda va kasalliklarga qarshi kurash tadbirlari izchil olib borilmoqda. Joriy mavsumda chigit ekilgan maydonlarning 32,5 ming gektariga xorijiy, 27,5 ming gektariga esa mahalliy navlar joylashtirilgan. Shuningdek, 3,4 ming gektar maydonda g'o'za qo'shqator usulda ekilgan bo'lsa, qariyb 19,8 ming gektarda shinjon usulda plyonka ostiga tomchilatib sug'orish texnologiyasi joriy etilgan. Qo'shqator usulda ekilgan maydonlarda har gektar hisobidan o'rtacha 220-240 ming tub ko'chat olinayotgani hosildorlikni yanada oshishiga xizmat qilmoqda. Bugungi kunda chigit ekilgan maydonlarda nihollar to'liq o'ndirib olingan. 60 ming gektar maydonda birinchi kultivatsiya ishlari o'tkazilib, g'o'zani birinchi oziqlantirish hamda chuqur yumshatish ishlari yakunlangan. G'o'za maydonlarining zararli organizmlardan himoya qilish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Xususan, zararkunanda va kasalliklarga qarshi kurashda biologik usullarga ustuvor ahamiyat berilmoqda. Biolaboratoriyalarda yetishtirilgan foydali etnomofaglar dallarga chiqarilib, g'o'za maydonlarida fitosanitar nazorat ishlari kuchaytirilgan. Paxta maydonlarida agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida va sifatli amalga oshirilishi kelgusi hosilning mo'l bo'lishida muhim omil hisoblanadi. Bu esa nafaqat paxtachilik tarmog'i rivojiga, balki qishloq xo'jaligi samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.